Xo'sh, hammaga salom. Bugun sizlar bilan keyingi darsimiz bugungi darsimiz nima haqida bo'ladi? Bugungi darsimiz kargo haqida bo'ladi. Kargo nima? Kargo nimaligi haqida, kargo rostda qanaqa ishlaydi, nima uchun kerakligini hozir aytib o'taman. Xullas, kargo nima? Kargo bu xuddi Pythondagi yoki C Sharpdagi kutubxonani o'ziga tortib oladigan dastur. Masalan, pip bor Pythonda. Pip install qanaqangidir kutubxonani o'zingizga yuklab olinadi. Qanaqangidir kutubxona, masalan, qaysi pip install pyaudio degan kutubxonasi bor. Pyaudio. Pip install pyaudio. PyTorch, Pandas shunaqa kutubxonalarni tortib olsa bo'ladi. npm ga ko'proq o'xshatsak bo'ladi. Flutter npm ga ko'proq o'xshatsak bo'ladi. Kargoni pipdan ham ko'ra nima deydi, npm yoki flutterga ko'proq o'xshaydi bu, chunki kargo bilan kuchliroq kargo pipga nisbatan umuman proyekt yaratish mumkin-da. Masalan, cargo new deb masalan first desak, cargo first. Mana masalan hozir menda ikkinchi nimani ichida bo'lganligim uchun, programmani ichida bo'lganligim uchun cargo haqida ma'lumot berib ketdi adashmasam. Xo'sh, masalan hozir bu yerda ls qiladigan bo'lsak, crc bu o'zimizni, masalan hozir turgan mana buni crc'si va first degan programma bor. Bu cargo tomonidan yaratildi hozirgi vaqtda. Masalan cd first qilsak, crc buni o'zini endi alohida main fayli bor. Bu alohida proyekt bo'lib chiqdi. Masalan, kargoda yana nima qilish mumkin? Xo'sh, kargoda cargo add, masalan cargo add win API shunaqa kutubxonasi bor. Masalan, buni darsda davomida ham ko'ramiz. Cargo add win API desak, demak xuddi pipga o'xshab, pip ham shunaqa collect qiladi oldin ma'lumotlarni, keyin yuklashni boshlaydi. Hozir yuklashni boshladi. Menda hozir internet tezligi yaxshi emas, shuning uchun ancha sekin yuklaydi. Menda bu oldin ham yuklangan, balki shunchaki update qilib berar yuklangan kutubxonani. Lekin agar bunaqa masalan boshqa proyekt uchun alohida yuklab olish kerak aslida. Win API yuklandi. Shunaqa nima bo'lib yuklanadi aslida. Bu yerda menda oldin yuklangani uchun shunaqa dedi. Sizlarda ko'p narsalarni yuklab olish kerak bo'ladi. Buni masalan nimada ko'rsak bo'ladi? Aniqrog'ini first programmani ichida yuklab ko'ramiz. First programmani ichida qanaqa ko'rinadi? Masalan, cargo add win API. Nimaga qilyapti? Internetim ulangan, lekin shunchaki update qilib berdi. Aslida bunaqa ishlamaydi. Aslida ko'p narsa yuklab oladi. Xo'sh, kutubxonalarni yuklab olish yana qanaqa bo'ladi? Kutubxonalarni yuklab olish qanaqa bo'ladi? Xo'sh, masalan shunaqa. Xo'sh, cargo.toml degan fayl bor. Qanaqa talaffuz qilinadi aniqini bilmadim.
shu yerga kiriladi. Shu yerda dependencies degan joy bor. Kutubxonalar, ya'ni qo'shimchalar, shunaqa ma'nosi. Shu yerdan qo'shib qo'ysa bo'ladi. Masalan, WinAPI masalan 3.9 bo'lsa, 0.3.9 bo'lsa, shuni 0.3.8 qilishimiz mumkin. Hozir yangilab bo'ladi. Mana yangilashni boshladi. Bu yerda yana package haqida, ma'ni umumiy programma haqida, programmani nomi, qaysi versiyasi, masalan bizani hozir Untitled sarlavhasiz 2 degan programmamizni 1.0.1.0 versiyasi edition. Bu qanaqa edition? Nimani editioni bu? Ya'ni tahriri o'zbekchasiga bo'ladi. 21-yildagi tahriri Rust'ni asosiy stabil versiyasi. Hozirda Rust'ni 2021-yildagi versiyasi asosan 2025-yilgacha bo'lsa-da, hozir yangilanishlar bor. Yangilanishlar yaqinda ham bo'ldi. Adashmasam 3-4 kun yoki bir hafta avval yangilanish bo'ldi Rust'da, lekin qanaqadir katta emas, qanaqadir buglar to'g'rilangan bo'lishi mumkin, lekin umumiy edition shu 2021-yildagicha turibdi. Xo'sh, masalan bu yerda 0.3.9 hali ham turibdi, lekin biz buni yangiladik. Bu yerda yangilaganini ko'rsatdi. Endi buni yana qanaqa qilib to'g'rilasak bo'ladi? Cargo build qilib ko'ramiz. Cargo build bu nima qiladi? Cargo build quradi dasturni, lekin 100% emas, debug qismigacha quradi. Masalan, kerakli kutubxonalarni, nimalarini yana bir marta umuman qurish jarayoniga keltirib qo'yadi. Endi o'zgargan bo'lishi kerak. Hozir barbiram o'zgarmadi. Nimaga? Chunki shunaqa versiyasi bormi deb qidirib ko'ramiz. Shunaqa versiyasi bor. Bu menimcha IDE'ni muammosi, lekin yangilanish kerak. Versiya o'zgardi, buni iloji yo'q. Yangilanish kerak. Tushunarli xato bo'ldi. Hozir ko'rib chiqamiz nimaga xato bo'lganini, qanaqa xato bo'lganini. Biz qayerda build qildik? Hozir yaratgan ikkinchi first programmani ichida build qildik. Bu ikkinchi programmani ichidagi o'sha first programmani build qildi, compile qildi, build qildi. Hozir endi o'zimiz programmani build qilib ko'ramiz. Endi qarasak, cargo cancel 3.9gacha bu 3.8 vali ham 3.9 deb turibdi, lekin aslida bu shu IDE'ning xatosi baribir. Lekin 3.8 ga qarab oldik. Cargo build bor, yana cargo qanaqa nimasi bor desa, cargo release bor. Cargo release nima bu yerdan qilsa ham bo'ladi. Bu nima? Shu IDE'ni shu yerda ham aytib o'taman. Bu yerda nima qilishini. Bu yer masalan run dev deydi. Run dev qilsak, hozir hello world ni bizga chiqarib berish kerak. Run dev hello world. Hello world chiqdi. Oddiy yurg'izish, masalan Python faylni run qilganda IDE'dagi F5 ni bosib shunaqa release. Release degani nima degani? Release umuman programma shunaqangi kompilatsiya qilinadiki,
production uchun tayyor, taqdimot uchun tayyor. Shunchaki taqdimot qilib uni production uchun tayyor. Shunchaki uni nima deydi, taqdimot uchun berib yuborish mumkin. Masalan, siz virus yozdingiz, endi uni 100% amalda qo'llashingiz mumkin. 100% amalda qo'llashingiz mumkin. Shu uni ishlatish uchun 100% tayyor degan oddiyrog'i. Umuman kargo shunaqa narsa. Sizlarga shu tarafdan yordam berishi mumkin. Mana bu narsa, bu yerdagi masalan release nimalar. Bu IDE ni o'ziniki. IDE dan masalan shu run qilsang, shuni oldiga qo'yib ber degan nimalar bo'ladi. Buni masalan konfiguratsiya qilish ham mumkin. Masalan cargo so'zidan keyin run, cargo run, package untitled deb qo'yilgan, channel default, stable default deb qo'yilgan. Biz buni tanlaymiz, bu yerdan tanlaymiz, release qilib qo'yamiz. Shunaqa bo'ladi-da. Umuman shu run, release har xil debugginglar bor. Debugda masalan ko'proq narsani ko'rsatadi, xatolarni. Cargo yoki Rust shunaqa compile qiladiki, sizni dasturingiz ishlashi mumkin, ishlatish davomida qanaqangi xatolar berishi mumkinligi haqida sizga oldindan xabar beradi. Shunaqa compile qiladi bu Rust. Unused library masalan ishlatilmagan kutubxonalarni o'chirib tashla deydi yoki ishlatilmagan o'zgaruvchilarni o'chirib tashlashing kerak deydi. Buni sizga oldindan ogohlantiradi. Masalan, dasturchi uni ming qator kodni orasidan o'zgartirilmagan, ishlatilmagan yoki keyinchalik qanaqangidir nom bilan ochilgan, ishlatilmagan dastur kodini orasida qolib ketgan nima deydi? O'zgaruvchini o'chirishi yoddan chiqib qolsa, shu narsani aytadi. Bu ortiqcha masalan nimani dasturni og'irroq qilib ishlashiga o'zgaruvchi masalan eng kamida 32 bit shunaqa joyni egallaydi. Shu narsaga ham qarshi masalan Rust. Qanaqangi nima kerak, shundan ortig'ini ishlatma deydi. Lekin buni ham masalan aylanib o'tish nimalari bor. Uni ham darslar davomida ko'rib chiqamiz. Bugunchalik hozir shu Rust haqida, Rustning debuggingi haqida. Bugun Rust roverga adashmasam bir soat avval kirganimda update keldi. Update qanaqa? Rust rover endi pullik. Rust roverni xohishli pullik yoki bepul versiyasini olib ishlatishingiz mumkin. Shuning uchun menimcha hozir cargo tomildagi fayllar o'zgarishlar nimalari o'zgarmasdan qoldi. Bu update'dan keyin shunaqangi qanaqadir kichik buglar bo'ladi. Shuni ham aytib o'tmoqchiman. Bu cargoni yoki Rustni qanaqangidir tilni sifatsizligidan emas. Hozircha bugungi darsimiz shu. Keyingi darslarda yana ko'rishamiz.